Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Birinci. Ögdilmiş Ali'ye ulu haciplikka qandaq adam kerakligini aytidi. Ögdilmiş cevap berip söz açtı. Ali uzun yıl halavetli yaşasın dedi. Ulu hacip intayin şençlik Çin bolışı gerek. Çinlik bilen yani dini kamil bolışı gerek. Asli nasabi yaxshi va mijazi muloyim bo'lishi lozimki, u xalqqa foyda yetkazib, yo'riqlikka chiqasin. Tegi tahti yaxshi bo'lsa, kishi yaxshi bo'ladi. Yaxshi odam xalqqa yaxshilik tilaydi. Yaxshi kishidan yaxshilik, yemak-ichmak, kiyim-kechak va ot uloq keladi. Mijazi muloyim bo'lsa, dangsab so'zlaydi. Dangsab söz deyaleydiğen kişinin işleri kusursuz boludu. Has hacip, közü tok, hayalık ve huşbeil boluşu, zerek hem her xil bilimge egi boluşu gerek. Közü tok kişi işte para anmaydı. Hacip para alsa, bey külkige kaladı. Para oңuşluk işini bozudu. Para pişkan işini xemiği yandırıdı. Hayalık, xushbeil va mijazi to'g'ri bo'lsa, uning harakati va so'zidan yaxshiliklar keladi. Hayoliq kishi yomon ishlarni qilmaydi. Yaramaslarga yaqinlashmaydi, kishiga qo'pollik qilmaydi. Siliq, xushbeil kishiga davlat yarashidi. Siliq bo'lsa, baxtga loyiq bo'ladi. Zerak bo'lsa, molga muhtoj, heris bo'lmaydi. Bilim bilsa, İşte yenilmeydiğen boludu. Bilimlik büyük kişi bek yaxşı etkan. Bilimlik kişi öz nesibesiga to'liq ega bo'lalaydi. Baglarning ishini qilish uchun bilimlik bo'lish kerak. Bilimsiz kishi hech qanday ishga yaramaydi. Kimga bilimdan o'lish tegmagan bo'lsa, uni tirik demay, o'lik hisobla. İnsan bilim bilan yukselib shuhrat topadi. Hammadan ustun turadi, har qanday ishni o'rindiya olaydi. Bilimsiz kishi quruq so'lab rasmdir. Bilimli kishining o'rni ko'kdinmi egizdir. Hojib işte aql farosatlik va sargak bo'lishi kerak. Kishi sargaklik bilan ishga rang beralaydi. Aqlning foydasi bakmi ko'p. Ko'p yaxshiliklarda aqlning o'lishi bor. Aqlsiz kishi o meyvesiz daraxtdir. Osh odam meyvesiz daraxtni nima qilsin? Aqlli kishi erishiman desa, ikkala dunyoga erishalaydi. Esil atalsa, aqlli odam atiladi. Aqlli, bilimli kishi shundoq kishiki, o kishilarning xili xalqning oldidir. Hojibning o'zini chiroyi ko'rkam, çay saqılı rətlik, ovozi yiqimliq va jaronliq, so'zlari aniq bo'lishi kerak. Chiroy shaklining ko'rkamligi kishilarni so'yindiradi. Kirib chiqsa, mardoniligi o'ziga yarashadi. Çay saqılı yasalgan, mardoni kishining salopati bo'ladi. Bu salopat kishi uchun hurmatdir. Hojib taqvodor, dindor, pak bo'lishi kerak. Tabiati pak bo'lsa, harakatimi pak bo'ladi. Taqvodor, pak va dindor kishi kishilarning barcha ishini erinmay qiladi. Taqvodor kishi boshqalarning qayg'usini qiladi. Taqvodor kishi kishilarning yaxshisidir.
Hacip daim boshqalarning ko'z oldida bo'ladiganligi uchun uning yuzi ko'zga chiroyli ko'rinishi kerak. Bu ko'rkam yuzni ko'rsa, chiroylar so'yinadi, ko'ngil echiladi, jon oziqlanadi. Buningga taqlidan bilimlik kishi shundoq deydi. Bilimlikning so'zini tut, ey xushbeil. Kishi chiroyining ko'rkam bo'lishi bak yaxshi bir holdir. Chiroyining ko'rkamligidan ikki ko'z suv ichidi. Bo'diying go'zalga boq va uni talay deb bil. Ishing yaxshi bo'ladi, ko'p so'zni qo'y. Hojib as ho'shliq, bak aqlliq bo'lishi kerak. Mijozi ig'ri besiq bo'lsa, texmi yaxshi. As ho'shliq kishi so'zni unutmaydi. As ho'shi bo'lmasa, so'zida turolmaydi. As ho'shi bo'lmasa, kishi do'st tanlayolmaydi. Aqli bo'lmasa, kishi ishni ro'naq topqizolmaydi. As ho'shi yo'q kishilar quruq joziga o'xshaydi. Ko'ngil qo'ysa, inson ko'p ishlarni qila oladi. Hojib bak aqlli, kamtar, muloyim bo'lishi, kambag'al, to'l, yetimlarga mehribon bo'lishi kerak. Zerak bo'lishi va qonunni puxta bilishi kerak. Dunyoning barliq zinnati zeraklikdan keladi. Dili kamtar bo'lsin, hammaga kichik be'il bo'lsin, tili yumshoq, shekardan shirin bo'lsin. Kishilarga ochiq chiroy bilan kulib muomala qilsin. Yaxshi ish harakati bilan odamgarchilikni ado qilsin. Kamtar odam nima deydi? Angla. Ey baxtsiz, ko'nglingni, tilingni kichik tut. Ko'ngilni kamtar tutsa, kishi baxtga erishadi. Kulgan chiroy, shirin so'z hamma kishini atrofiga to'playdi. Xush chiroy, shirin so'z bilan inson qalbi isiydi. Har qanday kishi qalbini isitquchiga asir bo'ladi. Hojib savrchan va o'zini tuta oladigan bo'lsin. Ko'ziga ehtiyot bo'lib, til va so'zini tiysin. Xulqi sagak, aqli va bilimi kang, qiliq va harakatlari to'g'ri, tili bilan dili birdek bo'lsin. Barliq hunar fazilatlarni to'liq bilishi, xat yoza olishi, hamma ishga bilimi ishlashi lozim. Qara, bu bilim fazilatlarning hammasi bo'lishi kerakki, buning bilan ulug' hojibning yuzi yo'riq bo'lsin. Diqqat qilsang, xizmatlar ichida eng inchki xizmat hojiblik xizmatidir. Hojib martabasini oladigan kishida mundoq bir necha shart bo'lishi kerak. Shuning bilan u oldiga o'tib kishilarga yo'l ko'rsatardi. Bir shoirning so'zi buningga o'xshaydi. Shoirning bu so'zi bilimsiz uchun ko'zdir. Hojiblikqa oldi bilan buni 10 narsa kerak. O'tkir ko'z, sagak quloq, kang qo'saq, husni chiroy, qaddi qomat, til, idrok, aql va bilim. Bularga yarasha yaxshi xuy ilmi bo'lishi kerak. Ali qancha uzun yil yashasin, ulug' hojib bagning ko'rar ko'zidir. Qonun, nizom, qoidalar inchki xizmatdir. Ulug' hojib ado qilsa, yo'l va eshiklar ochiladi. Buningga taqlidan bir olimning so'zi esimga keldi. Anglag'anlar ko'ngil qo'ysin va o'zlashtirsin. Bu hojiblik ishi ulug' ishdir. Buni kuchli kishi bo'lmasa, boshqa ip chiqolmaydi. Hojiblik qilsangmi yo baglik qilsangmi, hol aytquchi cho'ng kichiklarni qabul qilishing kerak. Hojib xazinachi, putikchi yoki ish bijirguchi, mashinachi, mozduz, hunarvand bilan munosabatda bo'ladi. Yana yot elchilarning kelish ketishlari, ularga tegishlik sovg'a in'om berishmi hojibning ishi. Ularning yotoqlarini, oziq-to'likini ko'zdan kechirishi, ehtiyoji bor yoki yo'qlariga tadbir qo'llanishi kerak. Yo'l eg'izida turgan kishiga boshlamchilik qilishi, qoida yo'sinda xato qilmasligi kerak.
kambag'al, tul yetimlar hol ahvol aytsa, uning barini anglab, bakka iltimos qilishi kerak. Zulm ko'rib hol ahvol aytquchilarni qarshi elishi va yo'l ko'z tutishga jur'atlik bo'lishi kerak. Yana ichkiri va tashqiridagi nomuvofiq ishlarni ko'rganda tanbih berishi, to'sishi va to'liq tugutishi kerak. Ana shundoq nurg'un rasmiy ishlar borki, bu ulug' hojibning qo'li bilan hal bo'ladi. Bu ishlarning hammasiga uningdan yordam keladi. Agar ishlar buzilsa, qilinmay qolsa, hojibdan bo'ladi. Ey eley, hojiblar ehtiyotchan bo'lishi kerak. U bir necha yerda ko'p g'ayrat qilishi kerak. Biri bagning so'ziga qattiq amal qilishi, ikkinchisi aql bilan havoyi havasni yugallishi kerak. Uchinchisi qabul vaqtida o'zini hushyor tutishi, hammani so'zini eg'izdan chiqarib atmasligi kerak. Barcha ishlarni para olmasdan qilishi, yiroqlashgan kishilarni bakka yaqinlashtirishi kerak. Ey Ali, bir odamda bu ishga odat bo'lsa, uningga ish berma, qo'lini uzartma. Biri yolg'on so'zni ko'p qilsa, yana biri agrilik qilib o'zini har ko'yga solsa, bu ishga odat kimda tang darajada bo'lsa, ey Ali, uni o'zingga yaqinlashtirma. Yana xizmatchiga yo'liqadigan 3 ish borki, uningdan saqlanmasa, o'z beshini yeydi. Biri anglagan so'zni qattiq maxfiy tutishi, yana biri nachar ishni ko'rganda darhol ko'zini yumib olishi kerak. Uchinchisi o'zini tutishi va to'g'ri bo'lishi lozim. Shunda qilgandilar kunlarini xushallik bilan o'tkazadi. Bilimlik va dono bagnimi deydi, angla. Bu so'zga amal qilsang, sen uchun bak yaxshi bo'ladi. Beshingni desang, baglar so'zini so'zlama. Va algi gunohkor bo'lib, o'z beshingni yema. Avamlar algi gunoh qilsa, beshini yo'qitadi. Gap so'zda xatolashsa, tishini sundiradi. Layoqatsiz odamlarni ko'p ko'rgan edim. Alga qarshi gunoh qilib, beshi kesildi. Ko'p angladimki, to'li so'zlaganlarning ko'ngil siri ichilib, levini tishlab yaralandirgan edi. Yana olim donolar bundoq aytishgan ediki, o'zini tutolmaydigan kishi beshini yeydi. Hojiblar o'zini alohida ko'zatishi lozim. Qabul vaqtida ko'ziga, iltimos qilganda so'ziga ehtiyot qilishi kerak. Vaqti bo'lmaguncha bag oldiga o'zi kirmasligi, so'ramasdan avval o'tinish qilmasligi kerak. Aqlli kishi nima deydi, angla. Aqlliqning so'zi ma'ni yo'lini ochadi. Vaqti bo'lganda podsholarga yuz ko'rsat. So'raganda bir so'zga bir so'z bilan javob ber. Har narsaning belgilik vaqti va payti bo'ladi. Payti kelganda bo'lsa, buni ikki ko'z ko'radi. Hojibning barliq fazilat va bilimlari ana shundoq bo'lishi lozim. Ondan ulug' hojiblar ishga qo'l uzatsa bo'ladi. Ey Ali, mening bilganlarim shular edi. So'ralganga yarasha buni aytib berdim. Alining o'gdilmishki suoli. Ali aytdi: Bu so'zlarni angladim, tushundim. Endi sendan yana bir so'z so'rayman. Ishq og'izi qandoq bo'lishi kerak? Bu ishni qandoq odam ishlasa bo'ladi? O'ttiz ikkinchi. O'gdilmish Aliga ishik og'isining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. O'gdilmish javob berib dedi: Ey Ali, huzur halovatda esan yasha, ey xushbe'il. Ishik og'isi nihoyatda sodiq bo'lishi, jon tini bilan xizmatga berilishi kerak.
Qaranğı tunni ishikni yo'ritishi, yo'riq kunnimi ishikni paturishi kerak. Qonun qoidalarni bilib xizmat qilishi, butun qiliq harakatlari muloyim bo'lishi lozim. Non tuzni kangri tutishi, o'zi bek sexiy bo'lishi, kumush va oltin berib xizmatchilarni to'plashi lozim. Kechilik qarovullik vaqtida o'zi yetishdan burun hamma kishining navbatchilik o'rnini ko'rsatib berishi kerak. Noto'nish yotlar bo'lsa so'rash kerak. Kim hushyorroq bo'lsa yeniga tortishi kerak. O'rda ishikini ko'zdan kechirib bekitgandan keyin shu kunning barliq ishlari tugagan bo'ladi. Yana atigan turib o'rda ishini boshlashi, kechidimi, atigandimi navbatchilarni tavratmasligi kerak. Qabul vaqti bo'lganda xizmatchilarni xili bo'yicha to'plab, ularning oldida o'zi alik huzuriga kirishi kerak. O'zi ko'rinibli chiqishi, ko'p turmasligi, ishikda o'z o'rniga boshqa bir odamni qo'yishi lozim. Xizmatchilar o'z xili bo'yicha kirib ko'rinish berganda, yaraydigan yoki yaramaydiganlarni ko'zdan kechirish lozim. Agar huzurga kirishning yo'li etilsa, ishik og'asi xizmatchilarning vakili sifatida kirishi kerak. Xizmatchilar iltimos qilsa, talab qo'ysa, hojatmand kishiga yor yo'lak bo'lishi kerak. Ularga oltin kumush in'om qilishi, ba'zilariga nom, unvon, ba'zilariga vazifa berishi kerak. Tirishib, so'yib xizmat qiladigan sodiq kim? Xizmat qilmay bekor yuradigan kim? Yaraydig'ini qaysi? Foydali qaysi? Bo'ladig'ini qaysi? Qobiliyatli kim? Hammasini begiga bir-birlab xabar qilishi, aniq ayirib berishi va ularni o'stirishi kerak. Huzurdan chiqqanda yaxshi yorliq yetkazishi, xizmatchilarning ko'nglini shundoq isitishi kerak. Saroyda o'ltiradigan, turadigan yerlarni tayyorlashi, hammaga o'rin tuzilishi, birasimi sirti qanmasligi kerak. Chetdan kelgan yot kishilarni kutib olishi, yo'ldosh, do'st tutilganlarni hurmatlashi kerak. Dasturxon rastlanib, osh tomoq kirsa, uni ko'zdan kechirishi, loyiq bo'lmaganlarni cheklashi kerak. Shirni chiqarganda tekshirib nazorat qilishi, yo'l bo'yi uningga qo'l tegmasligi kerak. Saroydan osh taom eshib chiqqanda bagning nazari tushgan taomni tang ulashtirib berishi lozim. Taomlarni necha kishiga berish kerakligini mo'ljarlashi, ichkari va tashqaridagilarning birasini qoldirmasligi kerak. Baylarning shuhratini ikki narsa yuqori ko'taradi. Ishkida to'g'i, to'rida dasturxoni. Ya'ni shu ikki narsa saroyning ko'rkidurki, bular bagning nomini yuksaltirib, baxtga yo'l ochadi. Biri erkin kishi bo'lgan ulug' hojib bo'lsa, yana biri yaramliq ishik og'asi. Bu ikki kishi bilan saroy ro'naq topadi. Bagning nomi va ulug'ligi atrofga yeyiladi. Ishik og'asi soqi, to'shakchi, oshpazga va to'g'chilarga ko'z quloq bo'lishi lozim. Yana qushchi, ovchi va o'qyochini har kuni saroyda tayyor tutishi kerak. U uyiga manganda chavandoz yordamchilarini o'zi bilan birga elib osh berishi kerak. Yegizib, ishkizib qo'sqini to'yg'izishi, quruq qaytirmasligi, o'zida borini berishi kerak. O'ziga bir ot, bir to'n va qoral bo'lsa kifoya deb bilsa, qog'inini ulashtirib, o'zi azroq olsa bas. Yot musofir kishi xizmatga kelgan bo'lsa, ularni kutib olishi, yotoq va ish berishi kerak. Huzurga ko'ringicha avval uningga qarishi, yemak ichmaki, o'rni, eti ham to'nidan xabar elishi kerak. Yana xizmatchilarning holini so'rab turishi, osh to'qligi va kiyim-kechaklarga ko'ngil bo'lishi kerak. Qo'li qisqaliqdan muhtoj bo'lganlar bo'lsa, ehtiyojini qamdab, haqqini berish kerak. Kim bo'lmasin, birasi saroyga kelmasa, nima bo'lganligini so'rab surishtirish lozim. Agar og'riq bo'lsa, hol so'rash kerak. Bekor talab qilgan bo'lsa, tanbih berish kerak. Bularning hammasi bakka sodiqlikdir.
bagning so'yinchini tilab qilinadigan ishchanlikdir. Xizmat qilgan ham xizmati bilan bag oldida qadrlik bo'lgan kishi nima deydi? Angla. Xizmatchi begiga sodiq bo'lishi kerak. Sodiq deyilguchi ishchan bo'lishi kerak. Ishchan, mehribon, sodiq qulning xizmati baylikning asosini kundan kunga mustahkamlaydi. U sodiq bo'lib, o'z foydasini ko'zlamaydi. Yaxshilik tilab, har kuni bag manfaatini istaydi. Ozg'on foyda yetkazsa, men uning quliman. Gul chechak ziyonliq bo'ladi ekan, yiltizini kesaman. Köyimsiz asqatmas o'g'ildan ko'ra, sodiq köyimchan xizmatchining foydasi afzal. Foydasiz naf bermas qarindishing bo'lsa, uni tashla. Foydaliq odash tut, foydasini ko'rib to'y. Tilni yumshoq tutish, so'zni shirin qilish kerak. O'zini kamtar tutishi, ochiq chiroy bo'lishi lozim. Surin chiroy, ochiq so'z kishini sovutadi. Buning ta'siri ömür bo'yi ketmaydi, ko'nglida qoladi. Buningga taqlid qilingan munu beytni o'qi. So'zi bilan ma'nosini tushunishlik bo'ladi. İnsan so'zi bilan so'kib, tili bilan azor bersa, bu so'ngakka og'riq, ko'ngilga o't bo'ladi. Urilgan qamchining yarasi saqiydi. Tezli tutib ketadi. Til bilan so'ksa, og'riqi yillar bo'yi qoladi. Agar bagla jangga yoki qush oviga, chavgan o'ynashga yoki alni ko'rishga otlangan bo'lsa, bu yerda bagni bakma diqqat bilan ko'zatish kerakki, bağın yerida beshiga behuda falokat kelmasin. Agar baglar falokatga peshkanlikka uchraydi deyilsa, ovda, qush selishda, safar ustida uchraydi. Ishonchsizlar bor bo'lsa, ularni yiroqlashtirish kerak. Gumonliqlar bor bo'lsa, ulardan hushyor bo'lish lozim. Ishonchlik, to'g'ri, mehribon va sodiq kishilar bakka yaqin yurib, uning beshini qo'g'dishi lozim. Qo'shin qo'mondoni muhofizatchi saflarini tuzadi ekan, abchillarni to'plab, ishni oxiriga yetkazishi lozim. Kichik mansabdagilar cho'nglarning orasiga kirmasligi, yiroqda sirtda yurguchilar yaqin yo'lamasligi lozim. Har kimning saroydagi o'rni qandoq bo'lsa, safardimi shundoq bo'lishi kerak, ey ulug'. Ishq og'asining sodiqligi mushundoq bo'lishi kerak, ey saxiy hukmdor. Begining nenini yeb ishini qiladigan ishq og'asi ana shundoq bo'lishi kerak. Bularni men so'zladim, alik angladi. Agar komil kishini tanlasang, bilimni ish qilsal. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik aytdi: "Buni aniq uqdim. Manga tegishlik bo'lgan yana bir so'zni aytib ba. Shubhisiz bilasanki, jahon baglari eldan elga elchi avatidi. Manga bir muhim so'zni aytib, yana bir bilim ba. Bag bir eldan yana bir elga elchi avatidi ekan, baglar uninga ishinib avatish uchun elchi bo'g'uchining o'lchimi qandoq bo'ladi?" Otuz üçüncü. Ögdilmiş aleyki elçilikka avatish uchun qandoq odam bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Ey aley, bu ishqa nayt ko'p bilim ishlatish kerak. Elchi hamma kishilarning sarxili bo'lishi kerak. Bilimlik, idroklik, nayt yuraklik bo'lishi kerak. Xudoning qullari ichida eng tanlang'ini, kishilarning yaxshisi uning elchilari edi. Har turlik ishlar elchi bilan putidi. Ko'rkam ishlar elchi vositasi bilan qo'lga keladi. Elchi bak idroklik, ig'ir besiq bo'lishi, bilimlik bo'lishi, so'zga ta'bir bera oladigan bo'lishi kerak.
Yana so'zning ichi teshini bilishi kerakki, buning bilan zimmasiga olgan ishlarni o'rindiya olasin. Jahon so'ragan, xalqqa boshchilik qilgan bag, bilimlik va yaxshi odam nima deydi? Angla. Ko'pning ichidan tanlangan kishi aqlliqni bil. Bilimlikni xalqning cho'ng qil. Qaysi ishda idrakni birinchi o'ringa qo'ysa, shu ish bir boshqa chiqadi, buni ko'p sinadim. Dana qaysi ishga bilim ishlatsa, shu ishga erishidi, natijani qo'lga keltiralaydi. İdrak ishga silinsa, bilim boshchilik qilsa, kishi qilmoqchi bo'lgan har qanday ish o'ngishliq bo'ladi. Elchi ko'zi ko'ngli to'q, sodiq bo'lishi, ish harakati ishonchlik, durust va to'g'ri bo'lishi lozim. Sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi. Bagning foydasini tilagichi begini chin ko'ngildan so'yidi. Begiga naf beradigan sodiq kishini bil. Sodiq kishiga erishsang, uni o'z bag'ring deb hisobla. Sodiq xizmatchi jon jigarga o'xshaydi. Balki jon jigardan yaqinroq yurak qiyniga o'xshaydi. Oshko'z odam o'ziga hokim bo'lolmaydi. Oshko'z kishilar elchilikka yarmaydi. Ko'zi to'q odam kambag'al bo'lsa-mu, boy hisoblanadi. Chidamli, qanoatchan kishi hamma ishga qodir bo'ladi. Oshko'z odam tamaxo'r keladi. Tamaxo'rlik yomon odat. Tamaxo'r odamlarning nomi tilamchi. Ko'zi to'q kishi nima deydi? Angla. Ko'zi to'q kishilar eng boy kishilardir. Oshko'zlik kimni kambag'al qilgan bo'lsa, bu dunyoning barliq ne'mati uni beytanmaydi. Kimni tamaxo'rlik qul qilib olgan bo'lsa, uningdan faqat o'lim bilan ozod bo'ladi. Oshko'zlarga pand nasihat qilguvchi va bilim berguvchi kishi teg'imi yaxshi aytgan. Inxki to'liq boy bo'lay desang, ey mard, shavkatlik ko'ngil boyligini tiligin. Ko'zi to'q qanchalik qul bo'lgan holatdami bagdur. Oshko'z odamning baglikidan qulluq yaxshidir. Qaysi bag oshko'z bo'lsa, u gadoy kambag'aldir. Qaysi qulning ko'zi to'q bo'lsa, u bagdur, ko'ngli boydur. Elchi hayoliq, eg'ir besiq ham xushbeil bo'lishi kerak. Xushbeillik bilan turli bilimlarni bilish kerak. Hayo bo'lmasa, odam qo'pol, past bo'ladi. Kishilar hayo bilan ishonchlik harakat qila oladi. Eg'ir besiq odam muloyim deb ataladi. Xushbeil, siliq bo'lsa, so'ygiga sazovar bo'ladi. Odamda zeraklik bilan bilimmi bo'lsa, shu bilim bilan hamma ishga qo'l uzata oladi. Bu beytni o'qig'in va nima deganligini angla. O'zingning ishini bilim bilan boshla. Bilimni o'zingga hamroh qil. Har ishni idrak bilan tushunib, bilim bilan bil. Kuning qutlug, yillaring saodatlik bo'lsin. Zeraklik bilan kishi tilikiga yetadi. Oldi bilan bilim o'gan, aql top, ondan ishga kirishkin. Elchi zeraklik bilan turlik yeziqlarni bilsin. Yeziq bilsa, kishi ondan chechan bo'ladi. Yozalasa, o'qiyolasa, so'zni tushunsa, kishi ondan o'zini olim qila oladi. Elchi har xil hunar fazilatni to'liq bilsa, bu fazilatlar bilan kishi yuzini yo'riq qila oladi. Elchi kitoblarni o'qib, so'zlarni tushuna olsin. She'rlarni o'qisin va o'zimiz she'r yozsin. Nujum ilmini, tib ilmini bilsin. Tush o'riy olsin. Tush uning o'riginidek bo'lsin. Hisob va handasani bilsin. Adad jazrani va maydon o'lchashni bilsin. Yana damka shahmat o'ynashni yaxshi bilsin. Raqiblari uningdan rasa mat bo'lsin. Chavgan o'yinida mahir bo'lsin, o'qmi atolisin. Qushchilik va ovchilikda dunyoda oldingi qatorda bo'lsin. Har xil tillarni bilsin, so'zlay olsin. Har xil xatlarni bilib yoza olsin. Ana shu barcha bilim fazilatlarni bilgandilar, bundaq elchi tilakka loyiq bo'ladi.
elchi yomon, yaramas, bo'sh bir odam bo'lsa, shubhisizki, u bo'lgan yerda bagning e'tibori qolmaydi. Elchi bo'lib bog'ichi kishi bak yaxshi bo'lishi, har turlik ishda yuraklik harakat qilishi lozim. Uningga necha turlik hunar ishlasimi, raqiblarini utib, hurmatga ega bo'lishi kerak. Qandoqli bir kishi uningga so'zlasa, tushunib bilishi, lekin maxfiy tutishi lozim. Elchi har xil hunar fazilatlarni bilsa, begining nomi yuksaladi, elda ulug' bo'ladi. Bu ishlarni biladigan mo'ysbit nima deydi? Angla. Bu so'zni tushunmagan kishining aqli yo'q. Kimning hunar fazilati bo'lsa, uning nomi chiqadi. Agar hunar fazilati bo'lmasa, nomsiz qeriydi. Kishi fazilati bilan ustun turadi. Hunar fazilati ko'p bo'lsa, kishi ushqandek yuksaladi. Kishi fazilati bilan qo'lini uzartsa, egiz tog'ning beshini egib, yerga engishtiradi. Elchi so'z tushunadigan, hozir javob bo'lishi kerakki, so'ralgan so'zga to'g'ri javob bera olsin. Elchi may ishmasligi, o'zini obdan tuta olishi kerak. O'zini tuta olgan kishi baxtning egisi bo'la oladi. Bilimlik may ishsa bilimsiz bo'ladi. Bilimsiz mas bo'lsa, uning nemisi qoladi? May bilimga, aqlga dushmandir. Mayning nomi haqiqatan janjal g'avg'odir. Qanchalik bilimlik, idroklik odam bo'lmasin, ichimlikka beriladigan o'z ishini buzadi. Qanchalik hayoliq, siliq, qiliqlari o'z kishi bo'lmasin, may ichidikan barliq qo'polliklarni qiladi. Afsuski, kishilar hayo, aql, idrok va bilimni ashu nopok ichimlikka berib etadi, ay go'zal. May ishma. May ishsa kishining baxti ketadi. May ish kuchining nomi sarong talva bo'ladi. Qeringa ichimlik kirsa, so'zni sirtqa chiqaradi. Chiqqan so'z yenib kelib, o'zingni o'rtaydi. Bu beyt aytquchi nima deydi? Angla. O'qig'in, uning ichi teshi ichiladi. Agar mas qilg'uchi ichimlikni ichidikansan, ko'ngil siringni ochding va ichingdikini sirtqa chiqarding. Bilimlik may issa bilimsiz bo'ladi. Bilimsiz may issa go'dak bolaga aylanadi. Elchi tili o'z, dili ochiq bo'lishi kerak. So'zi o'z ham bak aqlliq bo'lishi kerak. Tili o'z kishi singishlik bo'ladi. So'zi o'z kishining ishimi yaramliq bo'ladi. U as ho'shliq bo'lishi, so'zni unutib qolmasligi, qandoq so'zni anglasa, uni ching saqlashi kerak. O'sni chiroyi ko'rkam, qomatlik bo'lishi, chash soqili yasalgan, bo'y turqi kelishgan bo'lishi kerak. O'zi mardona va g'ayrati cho'ng bo'lishi kerak. Kishining qimmati shu ikki narsa bilan bo'ladi. So'zi yumshoq, shekardek shirin bo'lsa, shirin so'zga cho'ngmi, kichikmi yumshaydi. Qara, elchining hamma ishi so'z bilan bo'ladi. So'zi yaxshi bo'lsa, tilikiga erishadi. Davlatman Ali mushundoq bir odamga erishsa, uningga elchi degan nomni basi bo'ladi. Yiroq yot chet yerlargami yoki o'z ichigami uni elchi qilib avatsa bo'ladi. Alining o'g'dilimishga savoli. Ali aytdi: "Buni angladim va tushundim. Yana bir savolim bor, uni aytib bergin. Sen mendan yana bir so'zni ayima. Men sana so'zingning haqqini o'tay. Ey zirak, bag ishinib xatlarini yozdiradigan putikchi kotib qandoq bo'lishi kerak?" O'ttiz O'gdilmish Aliga putikchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. O'gdilmish javob berib dedi: Ali bu ishning tahtiga tushunib yetgay. O'gdilmish murojaat qilib dedi: "Ey bag, bu so'zni ko'ngildagidek yeshib beray. Baglarning o'zi qanchalik bilimlarni bilmasin,
so'zlarni yezish uchun yanada putukchi kerak. Putukchiga ko'ngildagi so'zni aytishga to'g'ri keladi. Putukchi mayli oz yoki ko'p bo'lsin, bu so'zlarni maxfiy tutishi lozim. Bu sirlarni maxfiy tutqichi ishonchlik, durust bo'lishi lozim. Ishonchlik bo'lish uchun dini komil bo'lishi kerak. Agar putukchi so'zni maxfiy tutmasa, bagning siri echiladi, o'zini o'rtaydi. Baglar so'zlarni qanchalik yoshirsa-mu, buni ikki kishiga hamon so'zlishi kerak. Biri putukchi, biri vazir. Bu ikki kishi so'z echishga tegishlikdir. Bu ikki kishiga so'z echish kerak. So'z ochganda ularning nizi qashlarini ko'tarish kerak. Barcha maxfiy so'z shu ikki kishida bo'ladi. Ular so'zni maxfiy tutmasa, o'z ishini o'zi buzgan bo'ladi. O'to'kin begin ayet yaxshi aytgan. U tili orqali so'zning yaxshisini sanga qoldirgan. Ey baglarning ishonchi, so'zingni naayet maxfiy tut. So'zingni maxfiy tutmasang, tezli beshing ketadi. Bu og'zing misoli o'nkirga o'xshashdir. So'zing uningdan chiqsa, sahar shamolidek tez taraydi. Söz dunyoga taralsa, yig'ib oqilib bo'lmaydi. Uni hamma xalq anglaydi, to'sib oqilib bo'lmaydi. Egizdan ba'zida o't, ba'zida suv chiqadi. Bularning biri tuzaydi, biri buzadi. Keraksiz so'zing ko'yayotgan o'tga o'xshaydi. Uni egizdan hargiz chiqama, o'zing ko'ysan. Egizdan chiqqan yaxshi so'z oqar suvga o'xshaydi. U qayoqqa oqsa, shu yerdan gul chechak echiladi. Ey mard atalgan bilimlik dona, ko'ngil sirini nayt ching saqla. Bu beytni o'qi va nima deydi angla. Ey ko'nglimning to'qi, ko'ngil siringni yoshirun tut. Ko'ngil siringni ching tut, uni so'zlama. Agar so'zlasang, yillar bo'yi pushaymon yeysan. Qizil til qora boshning yomon dushmani. Bu yomon dushmanni bog'la, huzur ichida yasha. Putukchi idroklik, bilimlik bo'lishi kerak. Xeti o'z, so'z mahorati texmi yaxshiroq bo'lishi kerak. Putukda xat o'z bo'lsa, ko'ngil echiladi. Uningga qarab kishining o'qigi'si keladi, ko'ngil ovunadi. Agar xat so'z mahorati bilan birlashsa, bu xat va tilning yaxshi ifodasi bo'ladi. Elining hikmatlik putukchisi nima deydi? Angla. So'z bitish qoidasi bak yaxshi qoidadir. Ko'pligan yaxshi so'zlar putukda yoziladi. Putilganligi uchun so'zlar unutilmaydi. Putukchilar putuk yozmagan bo'lsa edi, bu hikmat, bilimlarni qandoq bilgan bo'lar edi? Olim va donolar putuk yezib qo'ymagan bo'lsa edi, bizga o'tgan ishlarni kimmi aytib beralaydi? Kishilar orasida yiziq bo'lmagan bo'lsa, ig'izda so'zlaganga kimmi ishonadi? Kishilar eldan elga so'z xabar avatadi. Yiziq bo'lmasa, so'zni qandoq uqtiradi? Yiziq naiti keraklik bir narsadir. Baglar el ishini yiziq bilan bejaradi. Baglarning ishiga foydasi tegadigan kishi uch turlik bo'ladi, ey hukmdor. Biri bilimlik va idroklik donolar. Yana biri so'zlaganni yozg'uchi, putukchi. Uchinchisi jasur, mard va yuraklik yigitlarki, dushmanga va bo'riga bundoq boturlar lozim bo'ladi. İdraklik, bilimlik ve aqllik donolar kengashishga foydali bo'ladi. Buningda so'z yo'q. El ishining hammasini tuzigan putukdir. Zira kishilar el daromatini yiziq bilan egilab turadi. Mard boturlar qilich elib uni ish qilsa, dushmanning bo'ynini yanchib chaylaydi. Bu uch turli kishi qayerda jam bo'lsa, kishi tilikiga erishadi va hamma orzulariga yetadi. Bulardan boshqa ko'plagan guruh qatlamlarning hammasi bu uchiga agishib bog'uvchi botilaqdir. Agar al ilinsa, qilich bilan ilinadi. Agar al idora qilinsa, qalam bilan idora qilinadi.
kishi bilimi va aqlini ishlatib elni tuzaydi. Bu üç narsa bilan kishi dunyoni tinchlantiradi. Bag bilim bilan elni boshlab qonun yurgizadi. Barliq ishlarni idrok bilan ishlaydi. Qilich el tutudu ham xalqni qo'lga keltiradi. Qalam el tuzaydi ham xazina to'playdi. Qilich qon tomg'izsa bag el oladi. Qalamdan siyah tamsa oltin keladi. Mayli o'tgan ishlarda bo'lsin yoki kelgusida bo'lsin, bu dunyoning tayanchisi mo'sha ikki narsadir. Ey bag, bu ikki narsa cho'ng fazilatdir. El so'rg'ichi dono baglar bu yo'lni tutishi kerak. Buningga taqlidan bu so'z keldiki, ey yaxshi kishi, buni sen anglag'in. Kishining bilim bilishi bak yaxshi fazilatdir. U qilich uralasa, bu texmi ortiq xislatdir. Ko'pligan yaxshi Allah qilich bilan elinadi. Qalam bilan tuzilib, tilak orzulariga yetadi. Putikchi ko'zi to'q bo'lishi, tamaxo'r bo'lmasligi, samimiy, sodiq, to'g'ri, muhtojsiz bo'lishi kerak. Ko'zi to'q kishi mol dunyoga herislik qilmaydi. Kishi mol dunyo bilan aldamoqchi bo'lsa, aldanmaydi. Odam tamaxo'r bo'lsa, nafsiga qul bo'ladi. Sen uni kechirgin, ey to'lin yuzlikim. Tamaxo'r har qancha bag bo'lsa-mu, u quldir. Tamaxo'r doim kishilarning eng tövinidir. Putikchi oshko'z bo'lsa, bilimni buzadi. Tama bilan kitob yozib, putikni buzadi. Oltin kumush ko'sa, uningga oldinidir. Ya egisining beshini yeydi, yoki o'z beshini yo'qitadi. Sodiq xizmatchi bo'sog'ini yostiq qilib yotadi. Xohlagan chaqda doim eshikda turadi. Sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi. Teni, jeni va mollarini bagga beg'ishlaydi. Putikchi ichimlik ichmasligi, qiliqlari pok bo'lishi, yaramas qiliqlardan o'zini tamoman yiroq tutishi lozim. Putikchi may ichsa bilimdan tozadi. Bilimdan tezib ketsa, xatdan ozadi. Putikchi atidan kashkicha ishikda turishi kerak. Qachon kerak bo'lsa, shu chaqda tayyor bo'lishi lozim. Kishilar ishidan bu ikki kishini tanlab ol. Andın ularga shu ikki ishni topshir. Biri xeti aniq bo'lgan putikchi, yana biri mezonliq so'zlaydigan elchi. Yaqin do'stlar yoki yiroq yotlar orasida xafalık yuz bersa, bulardan ko'gin. Ish chiqsa, bu ikki kishidan chiqadi. Ishni o'ngishsimi, bu ikki kishi o'ngshaydi. Biri putganda so'z xato bo'lsa, biri til bilan bu so'zni tuzatsin. Ey Ali, putikchi ana shundoq bo'lishi kerak. Ondan uningga ishonsa, qo'l basi bo'ladi. Mushundoq kishiga ishonsa bo'ladi. Kishilik tilasang, shulardan keladi. Ey Ali, mening bilganlarim shular edi. Buni Aliga bayon qildim, ishim tugadi. Alining o'gdilmishki suoli. Ali aytdi: "Bunimi zihin bilan tushundim. Yana bir so'zim bor. Bugun uningga javob ber. Menga aytqin, xazinachi qandoq bo'lishi kerak? Qandoq xazinachiga baylar ishinib mollarini topshirsa bo'ladi? Chunki u xazinadagi oltin kumushlarni saqlashi, aytilgan ishlarni boshqa ep chiqishi lozimda." O'ttiz beshinchi. O'gdilmish Aliga xazinachining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey davlatlik Ali, oltin kumush so'yimlik narsa, jonning darmonidir.
ko'ngilni to'xtatib, andın uni ishqa qo'yish uchun nihoyat chin, ishonchlik va to'g'ri bo'lishi kerak. Dunyoni kezib, mol dunyoga ega bo'lgan savdogarlar boshliqi nima deydi? Angla. Jon so'yimliklarsa, jondinni yaxshiroqi oltin kumush, u jondinni bakrak so'yimlikdir. Kumush ichilmas ko'ngillarni ochadi, kumush egilmas kishini bo'y agdiradi. İnsan kumushni ko'rib uningga ko'ngil bermasa, uni chin farishta deysimi bo'ladi. Oltinni ko'rish bilan jasur armi boshaydi. Qo'pol so'zli kishining so'zimi yumshaydi. Kundan kunga davlati eshish uchun ko'zi to'q, ish harakati ishonchlik bo'lishi kerak. Ko'p mol dunyoni ko'rib ko'zi to'ygan bo'lishi, yana o'zi Xudodan qo'rqadigan bo'lishi kerak. Halol bilan haromni ochiq ayriy olishi, yaramliq bilan yaramsizlarni farqlantirib bilishi kerak. Ko'zi to'q kishilar melinga nazar sanmaydi. Adil va to'g'ri odamlar o'zini ko'zlamaydi. Kichikida oltin kumush ko'rib cho'ng bo'lsa, uning mol dunyoga osh ko'zligi ko'p bo'lmaydi. Agar o'zi Xudodan qo'rqsa, bunday kishi shubhasiz to'g'rilik yo'lini tutadi. To'g'rilik bir sarmoya, barcha yaxshilik foydadir. Bu foyda bilan mangu lazzatga erishgili bo'ladi. Inson to'g'ri bo'lsa, kuni yaxshi o'tadi. Kuni yaxshi o'tsa, baxt davlatimi mangu bo'ladi. Sodiq, samimiy kishi nima deydi? Angla. Ey jahon esili, bu so'zga amal qil. Diling va tilingni to'g'ri tut, ish harakating ishonchlik bo'lsin. Ishonki, mol dunyo, davlat sana keladi. To'g'ri bo'lsang, kunlaring saodatlik bo'ladi. Xushallik va baxt bilan salomat yasha. Xazinachi, sodiq, sagak, ho'shyor, zirak bo'lishi kerak. Ziraklik bilan kishi ming xil ishlarni qila oladi. Hayolik ham aql idraklik bo'lishi kerak. Hayosiz kishidan yiroqdir, uningdan voz kechgin. Hayo yaramaz ishlarni chekliguchidir. Xiliqi buzuq kishini tuzaydiganmi hayodir. Xazinachi may ishmasligi ham o'zini tutgan bo'lishi kerak. O'zini tutquchi baxt topquchi bo'ladi. May ishsa mol dunyoga sexiylik qiladi. Kishilarga molni ulashtiradi, haqqini ololmaydi. Bu ishda xazinachi bexilroq bo'g'ini yaxshi. Mol dunyoni bexillik bilan saqlash kerak. Qara, sodiq xizmatchi vafodor bo'ladi. Vafodor xizmatchi begini boy qiladi. Sodiq xizmatchi kishilarning sarxilidir. Sodiq xizmatchini ching tut, ey esil kishi. Xazinachi ho'shyor bo'lsa, ishlar buzilmaydi. Molni hisobliq tutadi va o'zini o'rtmaydi. Aqli bo'lsa, inson unutilmas bo'ladi. Sanab hisobliq ishlaydi, yengilishmaydi. Diqqat qilsang, aqlsiz kishilar unutqaq keladi. Aqlsiz xazinachi o'z ishini buzadi. Turlik hisobni qilishda ziraklik lozim. Zirak bo'lmasa, ishni qandoq editlik qila oladi? Turlik xatni biladigan bir uz putukchimi kerak. Hisobni xat bilan xotirlasa, asti qoladi. Putukchi kirim ham chiqimni ko'zatishi lozim. Har turlik ishni yezib saqlashi lozim. Yil, oy, zaman xotirlansa, kunlar belgilik, ochiq, editlik, salla aniq bo'ladi. Hisobning saqligi haqiqatan yeziq bilandir. Kutib qo'ysa, hisobning ishki yo'li ochiladi. Sodiq kishi nima deydi? Angla. Xizmatchilar ishni hisob bilan ching tutishi kerak. Yezilmagan ishni ko'nglida ching saqlag'ili bo'lmaydi. Ko'ngilga ishonma. Ey o'g'il, yezib qo'y. Yezib qo'ysa, so'z saqlanadi, bexud bo'lsa yo'qoladi. Xizmatchi bexud bo'lsa, hisob berishda zarlaydi. Xazinachi har turli xat hisoblarni biladigan bo'lsa, uni saq tutib, andin ishlarini qila oladi.
qaysi bir xizmatchi hisobda bexudlik qilsa, hisob berishda zarlab beshini yaga urudi. Xazinachi qo'l hisobini to'liq yetarlik bilishi, aqli va ho'shini hisobda pishirishi lozim. Qo'l hisobida yetishgan bo'lsang, yana handasa hisobini egilishing kerak. Diqqat qilinsa, handasa inchki hisobdir. Buning bilan yer osmonning hisobini chiqarg'ili bo'ladi. Dono hakim nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zini g'izo deb yeyish kerak. Handasa bakmi cho'nqir hisobdir. U hatto hakimlarning beshini aylantiradi. U 7 qat osmonni dona qilib yoradi. Yer va to'biliklarni tilimdek ayriydi. Xazinachi idrokliq, xulq mijozi to'g'ri bo'lishi lozim. Idrokliq kishilarning hamma ishi uz bo'ladi. Bilimli kishilar durust va to'g'ri keladi. To'g'ri odam qayerda bo'lsa, kuni yo'riq bo'ladi. İdrak bo'lmasa, odam o'zini tutolmaydi. Bilim bo'lmasa, odam ishini yurgizolmaydi. Xazinachining ishi saroy ichida bo'ladi. Bu xil kishi o'zini bak ko'zatishi kerak. Dili bilan tilini to'g'ri tutishi, harakatlari ishonchlik bo'lishi lozimki, uningga o't yolqini va tutuni tegmasin. Ko'ziga bak ehtiyot qilsin, tilini ching tutsin. Arzu havaslarini idrok bilan yugallasin. Ko'z ko'rgandan keyin ko'ngil arzu qiladi. Ko'ngil arzu qilsa, uni kim yig'alaydi? 7 a'zo ichida ko'ngil bagidir. Bega boshlasa, xalqi tamoman agishib yuguraydi. Bilimli kishi bu so'zni bak yaxshi aytgan. Ey yigit, ko'ngil va ko'zingga ehtiyot bo'l. Vujud 7 a'zo ko'ngilga agishidi. İnsan ko'ngil bilan eg'ir yukni ko'taradi. Ko'ngil tuyg'usiz kishi tamoman bir surat bezakdir. Ko'ngil tuyg'usiz kishi dono degan nomini yo'qotadi. Bu ishga qattiq qo'lliq, saqliq kerak, sexiylikning hojati yo'q. Shundala xazina mol dunyo chechilib ketmaydi. Sexiylik bek yaxshi, uni tashlamaslik kerak. Lekin birovning meli bilan sexiy bo'lmaslik kerak. Turlik sodini biladigan sodigar bo'lishi kerak. Sodini bilmasa, kishi foyda keltirmaydi. Har xil mol tovarlarni taniydigan, qimmati va arzinini bilalaydigan bo'lishi kerak. Malning baho qimmatini bilishi va aldanmasligi, elib setishda malni o'g'irlatmasligi kerak. Elim berimde muloyim bo'lishi, cho'ng kichikka shirin so'z qilishi kerak. Nimini o'tni olsa, uni vaqtida qaytarsa, uningmi so'ragan narsasini darhol berishidi. So'dida muloyim, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, zarur bo'lgan kuni uningga mol o'ksimaydi. Agar bagla askar xizmatchilarga in'om qiladigan bo'lsa, uni chiroyini turmasdan berishi kerak. In'omni tutib qolsa, xizmatchi askarlarning ko'ngli sunadi. Qo'shinning ko'ngli sunsa, bag nomiga dog' tushidi. Sexila beshinimi deydi, angla. Ey faqir odam, buni esingda tut. Kim o'zini yaxshi ko'rganlarni o'ziga o'z qilaman desa, va'da qilgan narsasini ba'misila kifoya. Va'da qilib ba'maydigan narsaga va'da qilmag'uluq. Va'da qilgan bo'lsang, uni tutib qolmag'uluq. Baglar so'zida turmasa, ishonch ko'tariladi. Ishonch yo'qolsa, molni qo'ldan ketadi. Xazinachi bak ho'shyor, ozmaydigan bo'lishi kerak. Xizmatchi ozg'an bo'lsa, ish so'zilib ketadi. Baglarga xizmat qilayotgan barliq xizmatchilar muhtojlikdan bag ishikiga kelib xizmat qiladi. Xizmatchi qo'li qisqaliqdan hojatman bo'lsa, bega anglab ihson qilish haqida yorliq berishi kerak. Xazinachi ishini uzartib ihson qilingan narsani ba'misa, natijada hojatman xizmatchi yuz o'riydi. Kerak paytida kishi o'zi hojat bo'lgan narsaga erishsa, u xas bo'lsa-mu pilgi tang bilinadi. Mo'ysib sana nima deydi angla?
Hojatmanning hojatiga yara ey qahramon. Kishi istiganda tilagan narsasiga erishsa, uning badaliga jinini pido qiladi. Kerak vaqtida bir tal xasmi pildak bilinadi. Bu taqlidni hamma narsaga o'xshatish mumkin. Alik mushundoq bir aqlliq, bilimlik, hayoliq va muloyim kishiga erishsa, xazinini va boyliqni shuningga basi bo'ladi. U ishonchga va haq to'lashga yaraydi. Alikning o'gdilmishki suoli. Alik aytdi: "Tushundim, ko'nglimni yo'ritding. Yana bir so'zim bor, uni aytib bergin." Aytqincha, yemek içmek, dasturxon boshqaradigan oshpaz xodimlar va oshpaz boshlig'i qandoq bo'lishi kerak? Toki beg uning qo'lidan shubhilanmay g'izo yesin, ishonsin va beshini omon saqlasin. Ey dana, agar g'izo shubhilik odam qo'lidan yeyilsa, g'izolanish bak xavfli bir ishdir. Endi menga bunimi so'zlab bergin. Bunimi bilib olay, tushunay, ey mard qahramon. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning ipini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.